Diqqat qiling, Dog'istonda kuchli yog'ingarchiliklar tufayli aholiga katta talofat yetkazdi. Bunda ko'chmas mulk yoki avtomashinalarga zarar yetdi. Gap unday emas, bilasizmi? Mana bu videoga bir e'tibor qarating-ya. Мы специально убираем эти углы, чтобы машины близко не подъезжали и не падали. Bu yerda suv toshqinlari bo'lganda yo'lga qanday talofat yetkazgan va lekin mana bunday mustahkam bo'lganligi uchun yo'l esa buzilmay turibdi. Qanday o'zini qattiqligi bilan, mustahkamligi bilan. Bizda ham minglab kilometr asfalt yotqiziladi. Hisobotlarda raqamlar chiroyli, rejalar ulkan, lekin natijachi? Mana bu kadrlarda o'zingiz ko'rib turibsiz. Savol oddiy, muammo nimada? Asfalt sifatidami, nazoratdami yoki vijdonda? 3 oyga bormagan asfalt haqida hikoya qilib beraman. Yangi asfaltlash ishlari amalga oshirilgan. Lekin mana shu kadrlarda ko'rib turganingiz o'sha hozir yangi asfaltdan o'tgan ko'chaning bugungi kundagi ahvoli. Bilasizmi, bizda ham minglab kilometrlarga mana shunday asfalt betonlar yotqiziladi va qo'yiladi, lekin bir yilga borar bormasdan qanday ko'rinishga ega bo'lishini siz o'zingiz yaxshi bilasiz. Nima deb o'ylaysiz? Bizda nima yetishmaydi? Kommentariyada yozib qoldiring. Birgalikda shu haqida fikrlashaylik.